Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 7-oktyabrdan 10-oktyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 7-9 kunlari kechalari 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 20-25 darajani tashkil etadi. 10-oktyabrga kelib kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 darajagacha ko'tariladi. Respublikamizning tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 7-9 kunlari 12-17 darajani tashkil etadi. 10-oktyabrga kelib kunduz kuni 17-22 darajagacha ko'tariladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.